Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida Futbol maydoni kanali. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga like bosishni unutmang. Omad manzili kommentariyada bo'ladi. O'tib o'z omadingizni sinab ko'ring. Demak, biz boshladik. Endi Husanovga yanada qiyin bo'ladi. O'zbekiston milliy terma jamoasi markaziy himoyachisi Abduqodir Husanov fevral oyidagi yulduzli o'yinlaridan keyin Manchester City'ning asosiy tarkibiga kiritilmayapti. Josep Guardiola keyingi bir nechta uchrashuvda o'zbek futbolchisiga boshlang'ich tarkibdan joy bergani yo'q. Jarohat tufayli davolanayotgan markaziy himoyachilar salomatligini tiklab, yana safga qaytayotgani 21 yoshli himoyachimiz uchun qo'shimcha raqobat tug'diradi. Bundan tashqari, Manchester City rahbariyati yozgi transferlar davrida ham faollik ko'rsatib, bir necha pozitsiyaga yangi ijrochilarni olib kelishni maqsad qilgan. Xususan, skautlar shaharliklarning himoya markazini kuchaytirishga qodir yana bir nomzod topib qo'ydi. Gap Benfica markaziy himoyachisi Alvaro Carreras haqida ketmoqda. 22 yoshli Alvaro futbol o'ynashni Realda o'rgangan, keyin Manchester United tizimida ham tajriba orttirgan. Yosh bo'lishiga qaramay Angliya, Ispaniya va Portugaliya chempionatlarida to'p tepdi. Benfica uni o'tgan yoz Manchester Uniteddan to'liq sotib oldi. Carreras chap qanot himoyachisi hisoblanadi. Bu o'yinchi bir qanotni to'liq nazorat qilish va keskin hujum uyushtirish qobiliyati bilan Josep Guardiola nazariga tushdi. Ispaniyalik mutaxassis himoyachilarning hujum tashkil etishi va raqib darvozasiga xavf solishini juda yaxshi ko'radi. Pep Benfica vakili o'z o'yin uslubi bilan Manchester City'ga yordam bera olishiga ishonch bildirmoqda. Manchester City'dagi faoliyatini yorqin o'yinlar bilan boshlagan legionerimiz bundan buyon asosiy tarkibga kirishi oson bo'lmaydi. Husanov o'zida bor salohiyati va iqtidorni namoyish qilish barobarida yangi ko'nikmalarni o'zlashtirib, har qanday imkoniyatdan maksimal foydalanish shart bo'lib qoldi. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.